Voy, bugun вообще там judayam kuchli yomg'ir yog'moqda. 13-qishloqqa unchalik yomg'ir yog'masdi, bilmadim. Bugun qandaydir yomg'irli kun. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Simon va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar bolalar. Yaxshimisizlar bolalar? Mendan so'rasanglar bolalar hammasi joyida va bolalar ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda yomg'ir yog'moqda. Qorong'ida, yaxshiyam qorong'ida ertalab ishlarimni qilib bo'lgandim. Poliz ekinlar deganlardek bolalar va yana nima qildim derdik. Boshqa menimcha hech nima bo'lgani yo'q va tushunmadim. Bu yana kim bo'ldi? Вообще там nima qilyapti bu jahl qilib? Qiziq. Borib yordam bersam ekan? Mayli, bo'lmasa hozir oldiga boraylik, nima gap ekan? Voy, yomg'irdi. Mayli, hech yo'q. Janob, yaxshimisiz? Ahmoq pullar umuman yordamga tegmayapti hozir. Mana shuncha pulim bor lekin bitta ham boshpana yo'q. Yo'qolasa pul bo'lmay qolganlar. Janob, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Men mana shu qishloqda yashaydigan Saymonman. Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Qanday kelib qoldingiz bu yerga? Qisqasi bor-ku. Mashinam buzilib qoldi. Mana shu yerga pullarimni olib keldim. Ha, mayli. Janob, istasangiz hozircha bir kunchalik meni uyimda turishingiz mumkin. Mayli, lekin juda ham zo'r bo'lardi. Ismingiz nima edi? Saymonmi? Ha, Saymon. Bo'ldi, janob, yuring, bo'ldi, teginmang. Bu pullarni o'zim olib boraman. Yaxshi bolaga o'xshayapsan. Mayli, rahmat. Ha, janob, mayli. Bu pullarni hozir olib borish kerakmi yo ertalab o'zim olib qo'ysam bo'ladimi? Nima deysiz, janob? Mayli, ertaga olamiz. Xo'p, mayli. Ungacha men nima desam bo'ladi? Bularni yashirib qo'yaman, bo'ladimi? Ustidan ko'mib qo'yaman. Xo'pmi? Mayli, o'zing bilasan. Aha, mayli, janob. Ustiga qarang. Okey, oppa. Yaxshi. Birinchi o'rinda bolalar, bularni mana bunday qilib tushib kerak. Вообще yomg'ir juda ham yomon yog'yapti bolalar. Nima desam bo'ladi? Odamni qishda ushalib boqib tashlaydi, bolamon qaranglar, shunchalik ko'p yog'ishini yomg'irda. Вообще bu sovuqqa boru anavi bo'lib ketadi. Mayda qor ham bo'lib ketish ehtimoli baland juda ham. Hop, bularni mana bunday qilib yopib qo'ymasam, qishloqlar bilasizlar, bizning qishloqlar juda ham aqlli qishloqlar emas. Hop, bularni mana bunday qilib tuzishimiz kerak va yopib qo'yishimiz kerak, berkitib qo'yishimiz kerak bolalar. Har qanday qishloq bor, yaxshi qishloq, yomon qishloq bilasizlar bolalar. Hop, va yana ikkita kerak. Mayli, 3 ta olaylik, ziyon qilmasa kerak. Okey, bu yerga bunday qo'yamiz. Va nima qilsam bo'ladi? Mana bu yerga bunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi, yaxshi. Ertaga kelib olaman. Mayli, bo'lmasa bolalar ertaga ko'rishamiz. Voy, juda ham yomon yomg'ir yog'moqda. Yaxshi, beysbol tayog'i mana shu yerda ekan. Sen beysbol tayoqni olgan odamni ko'rmading, tushuningmi? Simon, nima bo'ldi senga? Hech nima, prosta aytdim. Mayli. Simon, Nima deysan? beysbol tayoqcha meniki-ku. To'xtab tur, olib turay, iltimos seni. Mayli. Aha, mayli, sog' bo'l. Uy. Qochishim kerak bu yerdan. Nima qilib qo'ydim? Yaxshimisan? Qalaysan, Simon? Qanaqadir qichqiriq ovozni eshitdim hozir. Yo'q, hech qanaqa eshitma bo'lgani yo'q. Xohlasang ko'rishing mumkin. Mayli, bo'pti, sog' bo'l. Voy, bolalar, bilmay yomonlashib qo'ydim. Mayli, hech qisi yo'q. Bolalar aytgancha bu beysbol tayoqchani nimaga olding deydiganlar bo'lsa, boya mana bu olmosli sandiqlarni mana bu yerga o'zimni uyimni oldiga ko'chirayotgan paytim ikkita qishloqqa kelib, buni ichida nima bor deyapti. Keyin aytyapman, shunchaki oddiy narsa, salanishing bo'lmasin deyapman. Ular keyin odamlar bilan kelsa bo'lashadimi? Hozir mana shu yerda voy, вообще ko'payib ketibdi. Men o'ylaganimdan ham juda ham ko'p edi. Boya bular 4 ta edi. Xo'p, nima qilib o'tiribsizlar? Nima kerak sizlarga? Biz shunchaki borib ko'ryapmiz. Buni ichida nima bor? Sallanishing bo'lmasa, tushuningmi? Mana bu beysbol tayog'ini ko'ryapsizlarmi? Hammani bit turishdi. Ana u qishloq mayli, aytmaymiz bol. Aytib qo'ysak juda ham yomon bo'ladi. Qisqasi, sizlarni bit turishda yo'q qo'yaraman, shuni bilasizlarmi? Simon, ko'p gapirma. Uni ichida nima bor? Mayli, hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana bola o'zingizlar qaradinglar. O'zi mana ko'madi va mana mana shu yerga tashlayveramiz hozir turli, ya'ni 5 minut. Mana endi tashlayveramiz. Ana endi kim keyingisi? Simon, hozir uni yondirib yubordingmi?
Albatta, bu safar sizlarni mana shunday urib ketaman. Qaysing, ha? Mana buningni kerak bo'lsa senni cho'ktirib yuboraman. Mana yana uyimni oldiga kelib o'tirishlaringni qarada, mana senga cho'kib ket. Yana qaysi ekan, ha? Yana qaysing, ha? Yana qaysing kelmoqchisan? Davay, bemalol kelishaver, lekin birinchi o'rinda meni mag'lub etishlaring kerak. Bola sal bunday detskiy bo'lib ketdi-yu, endi nima deymiz? Endi bularga shunaqa detskiy fikrlab aytmasak bo'lmaydi-da. Nima bo'lganda ham bizga ham ozrog'ini ber. Bu meniki emas, bu bitta do'stimniki. Do'sting boy ekan, ozgina yordam bersa bizga. Yo'q. Ana endi shu qilganing uchun seni endi nima qilsam bo'ladi? Seni mana shunday qilib mana bu yerga lavaga kalent qilaman. Mana shunday maza qilib ye lavadan. Mana bunday qilib tashlab yuboraman. Yana qaysing, ha? Ya, Simon. Nima deysan? Mana bu yerga o'tib olay dedi. Buni qaranglar bolalar. Ha, nima deysan? Qisqasi, zo'r ekan, pulli ko'p ekan, bo'ldi, ketamiz. Aha, mayli, davay ketinglar. Ketmaymiz. Nima qaysing aytding? Qaysing aytgan bo'lsang ham boru, вообще asamga o'ynamalaring. Hammangni ketaraman. Mana shunday qilaman-da. Sen ham mana shunday qilaman-da. Merdoliga gaplashib olmasalaring bo'lmaykan boru. Hozir mer bilan gaplashib o'ramizda va ko'rsataman va qishloq qilsam ham yo'qolasamga o'ynama. Va mayli. Okay. Mer assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savolada ishinglar balicha qiladiganlardek. Xo'p, mana bu qishloqlarga bitta qarab qo'yasiz. Bu juda ham asabga o'ynayapti va juda asab bilsangiz agar. Xo'p, mana bu yerda ham bitta bor ekan, mana shuni qo'yamiz. Okay, mana shuni qo'yamiz. Bilasiz, Mer. Simon, stoldan tush. Va uzr, stolman stol bo'ladi aytgancha. Nimaga bularni olib kelding? Nima qildi bular? Bular qisqasi mana do'stimni pullariga ko'z olaytirib bizni o'marmoqchi bo'lishdi. Yolg'on, buni pullar juda ham ko'p edi. Bizni qishloqqa даже sizdan mer bunchalik ko'p pul yo'q. Nima? Rostmi, Simon? Do'stimniki u shaharda biznes qiladi. Nima? Bironta ishlaringiz bormi sizlarni? Ishimiz bor, bizga bersin. Nima? Hozir mer sizda ham. Mayli. Hazillashdim, hech qanaqa pul yo'q. Tez yashirmasak bo'lmaydi bolalar. Mer ham bular tomonidan ekan. Va bolalar bu juda yomon degani yashirish emas bolalar, buni qo'riqlayman endi. Har tomonlarga kameralar qo'ysammikan, nima bo'lganda ham bor, mana bu qo'shnimga aytmasam bo'lmaydi. Qo'shnim do'stimga. Sen isming nima edi? Simon, meni ismim Qizuvmi? Yo'q, qiziq emas. Qanaqa, nimalar debsan? Seni pullaringga mana bu qishloqlar ko'z olaytiryapti. Men shuni himoya qilish maqsadida aytyapman. Ismingni bilib qo'yganim yaxshi, har ehtimolga qarshi. Bironta admin kelib qolishi mumkin, do'stingning ismini nima desam, men nima deyman? Yolg'on gapirsam bo'lmaydi-da. Har qalay juda ham ajoyib ish qilibsan, ajoyib. Mayli, Simon. O'zingda bos, nimaga bunchalik jahl qilyapsan? Shunchaki, o'zingcha qani jahl qilding, ovozlaring bunaqa emas edi. Bilasan-ku, shunday mana bu pullar bilan umuman foydasiz tegmadi. Sal qoldi va shabollab qolardim. Senga juda ham katta rahmat. Mayli, arzimaydi. Xo'p, qisqasi sen isming nima? Iltimos tezroq ayt. Meni ismimni bilmaysanmi? Meni ismim Jimmy. Ajoyib, o'zi Jimmy deganlarni o'zi ko'pchiligi boy bo'ladi deb eshitganman. Rostmi, Simon? Mr. Beast aytyapsanmi? Albatta, Mr. Beast ismi masalan Jimmy juda ham milliarder, millioner. Ajoyib. Mana millionerman bilsang agar. Ha, nima bo'lganda ham Jimmy, qara. Senga maslahatim, uyingdan chiq, mana shu yerga o'tir, men seni pullaringni qo'riqlayman qo'ldan kelgancha. Hech qilsa yo'q, uvara berishsin, menda bulardan ham ko'p pul bor. Baribir ham bunaqa pullar, sen bunaqa pullaringni shuncha mehnat qilib topasan, nimaga bularni o'marishga ruxsat qo'yapsan? Nima ham derdim, bularga qarshi chiqib bo'lmaydi-da. Qarshi chiqib bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Xavfsizlikni kuchaytirish kerak, nimadir qilish kerak. Nima qilasan unaqa mayda-boshchilik qilib? Undan ko'ra men baribir ketaman 3 kundan keyin. Asan shuncha pullarni naqd qilib yurgandan ko'ra kartanga olib yurganing yaxshi edi. Shunchalik ham bo'ladimi odam, ha? Endi nima deysan? Qishloqqa qanday? Qishloqda karta ishlaydimi? Bilmayman, nima bo'lganda ham baribir ham bu juda ham yomon nima desam bo'ladi fikr edi. Juda ham zo'r qilibsan uyda, lekin ajoyib. Bularni olib ketasanmi bu mebellarni? Yo'q, olib ketmayman. Bular senga qoladi. Juda ham katta rahmat. Ayniqsa mana bu yerga yotib uxlash. Ajoyib. Mayli, o'zingga qara Jimmy. Bo'lmasa men mana bu yerda qo'riqlayman, bo'ladimi? Kechgacha, kechdan keyin qachongacha sen ketishingni kutaman. Okay? Mayli. Sen aytgandek bo'laversin. Okay, mayli davay, sog' salomat bo'l. Sanam, Simon. Sanam Jimmy. Mayli, bolamni qaraydi. Shunchalik ovozim boshqacha bo'lib qoldi, bilmadim. Bu
sal silliqroqmi, sal ohstaroq gapiryapti. Mayli, nima bo'lganda ham bo'lib. Bulardan qo'riqlab o'tirishimiz kerak bo'ldi. Har ehtimolga qarshi mani pistoletim bor edi. Uzr. Jimmy 5 minut vaqting. 5 minut bezovta qilib turaman, uzrchilik. Mana bu yerda maxfiy narsalarim bor edi. Okey. Nima qilamiz? Okey. Ha, Jimmy. Nima? Mani ismim Jimmy emas. Yo'q, men o'zimga gapiryapman, mumkinmi? Hop, mayli, juda ham g'alati ekan lekin. Mayli, ish bo'lmasa, iltimos, eshikni yopsang. Axir bu mani uyim, mayli o'zing bilasan. Ha, Jimmy, qara. Mayli, o'zing gapiraver. Va bolalar o'zi gapirishini Jimmy deb mayli kirmaymiz. Hop, bularni bo'lmasa mana shunday qilib o'zimni himoya qilaman va kelganini otib tashlayman. Bunday qilib, Voy, juda ham yomon ish bo'ldi. Mayli, yo'q, voy, вообще qayta otmayman. Bo'l. Okey. Qaysing kesalaring mana shunday yorib tashlayman sizlarni, tushundilaringmi? Mayli. Bo'lmasa notebook olib o'tiramiz. Voy bolalar, bu juda ham qorong'u bo'lib ketdi bolalarga qaranglar. Juda qorong'u atrof va men mana bu yerda o'tiribman. Mana bu pullarni qo'riqlab bolalar bilasizlar. Bolalarni qaranglar, juda ham hamma joy qorong'u va bular hali ham nima desam bo'ladi. Mana shu yerda o'tirishibdi, bilmadim qanaqadir reja qilishyaptimi, bilmadim. Men bularni boydan beri kuzatib o'tiribman. Qorong'u tushsa juda ham hamma yer xunuk bo'lib qolar ekan va baglarga to'la bo'lar ekanmi, bilmadim. Eshik yaltiryapti va bular yaltiramayapti. Nima bo'lganda ham bola nima ham derdik bola. Qana keyingi paytlarda nima bo'ladi, keyingi video roliklarda bolalar. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Simon bo'ldim. Aytgancha bolalar, videoga like va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bolalar. Podpiska ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bolalar. Tezroq 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak bolalar. Mayli, sog', salomat bo'linglar.